Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yasmin Salom haqida bilasizmi? Yo'q, eshitmaganman. Yasmin Salom haqida eshitmaganman. Yo'q-da. Yasmin yo'q. Ha. Ko'p sut icha bilaman. Yo'q, ega emasman. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q. Agar kelin bo'lganingizda qaysi obrazni tanlagan bo'lardingiz? Siz obrasiz. Bizniki yoqdi ko'proq. Kelinlik obrazimizdan 1 dan 10 gacha necha baho qo'yamiz kelinlarimizga? Ikkovsizlikni ham 8 dan qo'yamiz. Ikkovimizga ham 10. Sizni makiyajingiz yoqdi, ularni qo'yinglar arasida. 10. 10 ball. Kovlaringga ham 10 ballik sistemada ball beraman. Manzilimiz Charxiy Korzinka savdo markazining ro'parasida Yasmin Salom bor, akajonim. Mashinalar katta bo'lsa, xudo xohlasa boraman. Rahmat. Tanajoning sog' bo'lsin. Sizlarga o'xshagan chiroyli kelinli qizlar, menga ham chiroyli, meni ham chiroyli o'g'lim bor.